Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bugun Andijon shahri sobiq HBK ko'chasida joylashgan ushbu Pro Kids bog'chasiga sizlar bilan ekskursiya uyushtiramiz. Manzillardan boshlaydigan bo'lsak, bog'chamiz sobiq HBK ko'chasida joylashgan. To'g'rimizda Impuls klinikasi va o'ng tomonimizda Rayyon tantanalar saroyi joylashgan. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, bog'chamizdagi to'liq shart-sharoitlarni, bolalar uchun yaratilgan imkoniyatlarni hamda video oxirida sizlar uchun ajoyib bonus va sovg'alarni bilib olasiz. Unday bo'lsa, qani sizlar bilan ochiq va shaffof holatda bog'chamizni to'liq tanishtirib o'taman. Bog'chamiz asosiy kirish eshigi bu yerda joylashgan. Bu yer kelgan ota-onalarni qabul qilib olish hamda bolalarni kuzatish hamda kutib olish xonasi hisoblanadi. Bu tomonda mudir xonasi, bu tomonda esa ota-onalar agarda navbat bilan bo'lib ketsa, bemalol dam olib o'tirib navbat kutib turishlari mumkin bo'ladi. Qabulxonamiz o'ziga xos bezatilgan, bolalar uchun manzarali va chiroyli holatda bezatilgan. Bu yerdan esa bolalar nazorati ostida kirib chiqiladi va asosiy bino hovli tomon o'tiladi. Hovliga kirishingiz bilan juda ham chiroyli binoyimiz 3 etajli, umumiy bog'cha hajmi 1700 kvadrat metr tashkil qiladi hamda bog'chamizdagi umumiy xonalar soni 20 tadan ortiq. Bog'chamizda kirishingizda asosiy kirish joyi hamda o'ng tomonda bolalar maydonchasi joylashgan. Bolalar maydonchasida turli xil o'yinlar bor, ko'rishingiz mumkin va hozirda yana alohida juda ham chiroyli qilingan attraksion tayyorlanyapti va bu joyga o'rnatiladi. Bu joyda farzandlaringizni bo'sh vaqtida yokida kunda 1 marta yoki 2 marta shu yerga olib chiqib o'ynatilinadi va musobaqalar yoki turli xil tadbirlar uyushtiriladi. Faqatgina bu yerda emas, nari tomonimizda ham bor. Mana bu joydan esa asosiy binoni ichki qismiga kiriladi. Eshikdan kirganda ikki chekada bolalar uchun ajratilgan alohida hollar, zallar joylashgan. Bu yerda bolalar kunning asosiy qismini o'tkazishadi. Bu joyda podvolga tushib ketiladi, bu yerdan esa ikkinchi etajga chiqiladi. Bizda soat 12 dan o'tdi. Hozir bolajonlarimiz nima qilishayotganini bir ko'ramiz. Menimcha katta ehtimol choy ichyapti. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Qalaysizlar bolajonlar? Yaxshimisizlar? Ovqat shirin ekanmi? Maza qilyapsizlarmi? Yo'ringlar, ovqat bemalol yo'ringlar. Bemalol. Mana bu xonamizni ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda hamma narsa bolalar uchun mos qilib bezatilgan. Bu yerda barcha bolajonlar uchun alohidadan shkaflar qilingan. Bu shkaflarda bolajonlarning narsalari turadi. Bu tomonda esa bolajonlarimizni mazza qilib uxlashlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan, hammasi uchun alohidadan. Bizni bog'chamizda eng asosiy narsalardan biri bu hojatxonalarni xona ichida joylashganligi. Bu joyda eng chekkasida hojatxona joylashgan. Kirishinglar mumkin. Aynan bolalarga mos qilib hamma shart-sharoitlar yaratilib o'tilgan. Bu yerda bemalol yuvintirishi, cho'miltirishi mumkin. Bu yerda esa bolalar uchun razmerlarga mo'ljallangan rakvinalar mavjud. Farzandlaringiz ushbu bog'chamizda dietolog tomonidan tuzilgan maxsus taomnoma asosida bir kunda 4 mahal taomlarni iste'mol qilishadi. Bog'chamizda barcha darslar va mashg'ulotlar sinovlardan o'tgan malakali va mehribon tarbiyachi va ustozlar tomonidan o'tiladi. Bog'chamizda aniq belgilangan kun tartibi asosida logoped, ingliz tili, rus tili hamda o'g'il bolalar uchun karate va qiz bolalar uchun gimnastika mashg'ulotlari o'tiladi. Uy uzoq ota-onalar uchun farzandlaringizni uyingizdan olib ketish hamda olib borish xizmatini hozir emas, lekin keyinchalik albatta yo'lga qo'yamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, quyidagi imkoniyatlarni barchasini hisobga olgan holatda o'zimizni eng minimal narximizni 1,5 million so'm qilib belgilaganmiz. Lekin faqatgina 30 ta ota-ona uchun narxlarni 1,3 million so'm qilib belgiladik. Eslatib o'taman, bu faqatgina birinchi 30 ta ota-ona uchun belgilab o'tilgan. Agarda bog'chamiz sharoitlari sizga yoqqan bo'lsa va farzandingizni bog'chamizga bermoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki video ostidagi havoladan ro'yxatdan o'ting. Sizni bog'chamizda kutib qolamiz.